Bilaman akam, judayam oilaparvarsiz. Onaxon, otaxonlarni, qulayliklarini, farzandlaringiz maktabga uzoqqa bormasligini xohlaysiz. Bugun sizni qalbingizni tub-tubidagi xonadonni topib keldim. Haliyam like bosmadingizmi? Shuncha mehnatga uyat bo'ladi. Umumiy maydoni 40 kvadrat metr. Dastlab 3 xonali bo'lgan, qayta rejalashtirib 4 xonali holatga keltirilgan. Har bir xona foydali va kerakli maqsadlarda foydalansa bo'ladigan qilingan ekan. Eng masalisi ichida ko'rib turgan jihozlarni hammasi sizga tashlab ketishar ekan. Kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Gaz, svet, suv va kanalizatsiya hammasi bor. Kvartira 4 qavatli domning 1-qavatida joylashgan. Panelli domlardan bo'lsa-da, ichki holati qulay, jihozlari qoladi. Ya'ni kirib yashash yoki darhol ijaraga berish ham mumkin. Atrofida maktab, do'konlar, jamoat transporti va kundalik ehtiyoj uchun kerak bo'ladigan barcha infratuzilmalar yaqin. Narxini egalari ko'pmas, kammas, 35 ming dollar deyishyapti. Yana kelishish mumkin ekan. Manzili Farg'ona shahar, Frunzenskiy massiv, 4-maktab yonida. Egalar raqamlari shundoqqina ekraningizda. Bemalol bog'lanib kelishsangiz bo'ladi. Agar sizga qulay qavatda, tayyor holatda va joylashuvi yaxshi uy kerak bo'lsa, bu variantni albatta ko'rib chiqing. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, oilaparvar do'stlarimizga shundoq tashlab qo'ying.